Uyimizdagi kiraverishimiz bittada yoqadigan qilib qo'yilgan ekan. Juda ham chiroyli qilib ta'mirlangan. Joy egalari o'zi ham mehrni berib ta'mirlashgan ekan. Ko'zni charchatmaydigan, ko'proq oq rangli ishlatilgan. Hozir sizlar bilan birgalikda bu uyimizning mahallasini, hovlisini va lokatsiyasini ko'rib chiqamiz. Uyimiz Mehnat postdan 3 kilometr kirganda Zog'ariq mahallasida joylashgan. Uyimizning ko'rinishida 2 sotiq yoki 3 sotiq deb o'ylashingiz mumkin, lekin bu uyimiz 185 sotiqga qurilgan ekan, 6 ta xonadan iborat. Uyimizning tashqarisiga bemalol bitta mashina qo'ysanglar bo'ladi. Uyimizning tashqarisiga chiroyli qilib zelenoy zona qilingan, archalar ekilgan. Atrofda bo'lsa maktab, bog'cha hamma sharoitlari bor. Mahallamizda juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla, haqiqiy o'zbekona mahallada joylashgan. Uyimizga shunaqa sifatli, chiroyli temir darvoza o'rnatilgan. Hozir endi sizlar bilan birgalikda hovlimizni ko'rib chiqamiz. Uyimizga kirishimiz bilan bu yoqda darvoza xonamizda joylashgan. 2 ta mashina bemalol sig'adi. Kirishimiz bilan bu yoqda tapchani ko'rishingiz mumkin. Yoz issiq kunlarda dam olib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa umivальнигimiz o'rnatilgan. Hovlimizning ichida shunaqa zelenoy zona ham qilingan. Binoyimiz bo'lsa 2 qavat pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizning fasadi va devorlariga traversin ishlatilgan. Uyimiz yangi qurilgan, hali hech kim yashamagan. Gaz, svet, suv hamma sharoitlari bor. Kanalizatsiyaning o'rniga bo'lsa kolodej qilingan. Bu yoqdan bo'lsa podvalga tushsa bo'ladi. Bitta xonamizning tegini o'zi podvaldan iborat. Podvalimizda uyimizning yuragi bo'lgan kotelniy sistemamiz o'rnatilgan. Hozir endi sizlar bilan birgalikda binoyimizning ichiga kirib, xonalarini ham ko'rib chiqamiz. Binoyimizga kirishimiz bilan bu yoqda koridorimiz joylashgan. Hamma xonalarimizga ko'rib turganingizdek faqat koridor orqali kiriladi. Bu yoqdan ikkinchi qavatga chiqsa bo'ladi. Ikkinchi qavatimizning planirovkasini ko'rib o'zi ham maza qilib olasizlar. Hozir aytib o'tganimdek, uyimizning kiraverishi bittada yoqadigan qilib qo'yilgan, avtorskiy proyekt asosida ta'mirlangan. Kirishimiz bilan o'ng tomonimizda shunaqa oyna o'rnatilgan. Oynani bilasizlar, katta xonani effektini berib turadi. Bu yoqda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Oshxonamiz ham ko'rib turganingizdek hamma kerakli mebel va texnikalar bilan jihozlangan. Bu yoqga bo'lsa xolodilnikimiz o'rnatilgan. Mana shu oshxonamizning o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib, ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, koridor, oshxona va sanuzellarimizga bo'lsa kafel ishlatilgan. Binoyimizni isitish uchun iliq pol va shunaqa sifatli radiatorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda bitta spalnyamiz joylashgan. Bu xonamizning oynasi ko'chaga qaragan. Aynan mana shu joyimizda shkop uchun mo'ljallangan ekan. Hamma xonalarimizda shunaqa chiroyli lyustralarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda bo'lsa katta zalimiz joylashgan. Bu xonamizning kattaligidan foydalanib bir qismini divanli zona, bir qismini bo'lsa stul zona qilib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Uyimizning hamma xonalarida ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglar ishlatilgan. Bu xonamizning oynasi ham ko'chaga qaragan. Zinamizdan tegidan unumli foydalanib, sanuzel qo'rilgan. Hozir endi sizlar bilan birgalikda ikkinchi qavatimizdagi xonalarimizni ham ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan ham bu yoqda koridorimizda joylashgan. Ikkinchi qavatimizning xonalarimizning ham hammasi razdelniy, faqat koridor orqali kiriladi. Bu yoqda детская spalnyamiz joylashgan. Bu xonamizning ham oynasi ko'chaga qaragan. Bu xonamizda aboylarni kombinatsiyasini ko'rishingiz mumkin. Uyimizning hamma xonalarida shunaqa ochiq rangdagi eshiklarni va sifatli termo romlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda bo'lsa, birinchi qavatimizdagi zalimizdan ham kattaroq bo'lgan zalimiz joylashgan. Uyimizni ko'rib turganingizdek yashash uchun tayyor holatda bitta katta oila maza qilib yashasa bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan o'ng tomonimizda bo'lsa, ikkinchi qavatimiz uchun общий sanuzelimiz joylashgan. Bu yoqda bo'lsa, родительская spalnyamiz joylashgan. Bu xonamizda ham aboylarni kombinatsiyasini ko'rishingiz mumkin. Bu xonamizni bu yoqda o'zini alohida sanuzeli bor.
Bu yoqda bo'lsa iliq polli regulyatorlari o'rnatilgan. Koridorimizning oxirida bo'lsa spalnyamiz joylashgan. Bu xonamizda shunaqa необычный обойлani va lyustrani ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi qavatimizning hovliga qaragan romlariga shunaqa Lexana ограничение qo'yilgan, qo'shnining uyi ko'rinmasligi uchun qilingan. Juda ham fayzli xonadon, uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu uyimizni joy egalari bo'lib to'lashga ham sotishayotgan ekan. Bemalol o'zingizlarni taklifinglarni bildirsanglar bo'ladi, narxiga qaramanglar. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Telefon raqamlarini yozib qoldiramiz.